Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Raisboy, siz esa X Show'ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu safar men o'zimni Raisboyning obunachilarini va tomoshabinlar ichidan 4 nafar insonlarni taklif qilganman va siz hozir ular bilan birma-bir tanishib olasiz. Nafaqat siz, men ham. Tayyor bo'lsangiz, birinchi ishtirokchimizdan assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Zuhriddin, Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryodan. Yoshingiz nechida Zuhriddin? 30 da. 30 da. Raisboyda qanchadan beri kuzatasiz? 1,5 yilcha bo'lib qoldi. 1,5 yil. X Show'ga mana tashrif buyurdingiz. Qanaqa tushunylar, nimalar yutib olish plani bor sizda? Shuni nasib qilganda endi. Nasib qilgani. Lekin plan iPhone. Shunaqa. Hozir qanaqa telefon ishlatasiz? Redmi. iPhone yutib olsangiz ishlatasizmi yoki sotasizmi? Ishlataman. So'z berasizmi? Ha. Qarang, lekin Zuhriddinni gapini biz esda tutamiz. Agar Zuhriddinni do'stlari mabodo iPhone yutib olib, ko'chada Redmi bilan ko'rib qolsangiz, значит, bu Zuhriddin nima qilgan? Sotib deb qo'ygan. Ikkinchi ishtirokchimiz, assalomu alaykum. Tanishamiz siz bilan? Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Men Toshkent viloyati Parkent tumanidanman. Yoshingiz? 27 da. Ismingiz? Shahzod. Shahzod. Raisboyda qanchadan beri kuzatasiz? 1 yildan beri. iPhone yutib olsangiz nima qilasiz? Ishlataman. Ishlatasiz. Hamma hozir ishlataman dedi. Va onamga sovg'a qilaman dedi. Uygacha yetib bormaydi u iPhone. Mayli, uchinchi ishtirokchimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sirdaryodan Ismingiz? Ozodbek. Yoshingiz? 21 da. iPhone yutib olsangiz nima qilasiz? Akamga beraman. Berasizmi ishqilib? Ha. Akangiz ismi nima? Otabek. Otabek aka, agar mabodo hozir ukangiz iPhone yutib olsa, demak sizga beradi. Videoda mana ko'rib turibsiz. Estafetadan uzoqlashmaymiz. Biz ayollarni va qizlarni taklif qilamiz, chunki qachaba bir dona bo'lmasa bo'lmaydi. What? Bro, what are you talking about, man? Qizig'i bo'lmaydi. Shuning uchun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Maqsuda, Navoiydanman. Qayerdan? Navoiydan. Navoiydan. Yoshingiz nechida? 28. 28 da. Bizni qanchadan beri kuzatasiz? 3-4 yilcha bo'ldi. iPhone yutib olsangiz nima qilasiz? Sotib yuboraman. Mana dangali sotaman. Menga pul kerak degandek. Tayyormisizlar? Shartlarni bilasizlarmi yoki eslataymi? Bilamiz. Tishina, shartlarni bilasizlarmi? Ko'rgansizlar-ku, demak, to'g'rimi? Agar bilmaganlarga bo'lsa eslatib o'taman. 4 ta korobkamiz bor, 4 ta bizning uchastniklar bor. Ular bir-biri bilan bellashishadi va har bittasi birdaniga korobkalarni xarid qilishadi. Maksimalna 2 million so'm pul miqdori. Xohlasangiz bir dona korobkani atiga 1000 so'mga ham xarid qilishingiz mumkin. Tayyor bo'lsanglar, X Show'imizni boshladik. Shu korobkadan boshlamoqchiman, chunki boshida ko'rib qoldim ichida nima borligini. Xohlasanglar podskaska beraman, xohlasanglar bermayman. Bir-biringlar bilan maslahatlashsanglar ham bo'ladi. Chunki har holda sizlar Raisboy obunachisizlar. Podskaska kerakmi birinchi ishtirok? Kerak. Ikkinchi. Kerak. 3, 4. Yana xatoga yo'l qo'yyapsizlar sizlar. Mayli, podskaskamiz quyidagicha bo'la qolsin. Bu har doimgidek shu narsa. Buni ichida atiga 1000 so'mlik narsa bor. Shu uchun ham auksionni 1000 so'mdan boshlayman. Vaqt ketdi. Birinchi ishtirokchi. 5000 so'm. Ikkinchi ishtirokchi. 100 ming. Uchinchi ishtirokchi. 105 ming. 105 ming ketdi, yaxshi. To'rtinchi 150 ming. 150 ming. 150 ming 1. 150 ming 2. 200 ming. 200 ming. Birinchi ishtirokchimizda hozirda 200 ming 1, 200 ming 2, 200 ming 3 sotildi. Bering pulni. Uzoqlashib o'tirmaymiz. Bu safar atigi 200 mingga chap qo'limdagi bizni 3-chi korobkamiz ketyapti. Esda tutinglar. Bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz 3-chi korobkani xarid qildi va avtomatim siz bundan buyog'iga auksionimizda ishtirok etmaysiz. Albatta, nima xarid qilganingizni videoda oxirida va ko'rsatuvimiz oxirida bilib olasiz. Bemalol ko'nglingizni xotirjam qilavering. Endi bu tarafimdagi auksionga qo'ymoqchi bo'lgan korobkamni narxi atiga 400 ming so'mdan boshlayman. Ikkinchi ishtirokchi 500. 500. 505 ming. 500. Aka faqat 5 dan ekan-a, faqat. 5 yapti-yu. To'rtinchi ishtirokchi 550. 550 ming 1, 600. 600 mingga xarid qilasiz. 600 ming 1, 650 ming. 650 ming 2, bormi? 800. 800. 800 ming 1, 800 ming 2. 850 ming. 850 mingga bizni 3-chi ishtirokchimiz buni xarid qilarmikin? 850 ming 1, 900 ming. 900 mingga. 900 ming 1, 950 ming. 1 million. Wow! O'yindan chiqdingiz-a menimcha. O'ynagingiz kelmayapti ikkinchi korobkaga. Mayli, 1 million 1, 1 million 2, 1 million 50 ming. 1 million 50 ming. Faqat sizlar bir-biringlarni o'ynayapsizlar. 1 million 50 ming 1,
1 million 52. 1 million 200 ming. Xo'p, deyarli 100 dollarga chiqdik. 1 million 200 ming 1 million 250. 5050 mingga ko'tarildi, demak 10x bor. 1 million 250 ming 1 million 250 ming 1 million 300. 1 million 300 bor. Bering endi 1 million 300 ming 1 million 300 ming 2 1 million 300 ming 3 bering. Bo'ldi, bu korobka 1 million 300 mingga ketdi. Yaxshi bolalar, shoshmayapsizlar. Bu sizlarga opit bo'ladi, albatta. Rozi bo'lasiz? O'tiring. O'tiring, turing. O'tiradigan joyimiz yo'q-ku. Biz faqat turgizib qo'yamiz. Ikkita korobkamiz ketdi. Birinchi chap qo'limdagi korobka auksionda o'ynalgan korobka atiga 200 mingga ketdi. Lekin eslatib o'taman, oxirgi qolgan korobka avtomatim 2 million so'm pul miqdoriga ketadi. Faqat sizlar qoldinglar, shuning uchun sizlarga qaryapman. Chunki birinchi, ikkinchi ishtirokchimiz xarid qildi. Hozir endi bundan buyog'iga bu tarafda birinchi va 4-chi korobkamiz qolgan. Tayyorsizlar, sharti o'zinglar bilasizlar X-showimizni. Shuning uchun 4-chi korobkamiz yoniga boraman-da, sizlarga shans beraman. Ya'ni 4-chi korobkamizni ham atiga 1000 so'mdan boshlayman. 200 ming. 500 ming. 500 ming. 500 ming. 800 ming. 800 ming. Tash sanashga ham ulgurmayapman. 1 million 900. Wow, 1 Ha, bu million. yerda 2 million oldim. Oldingiz a? Onasini endi. Oling 2 million. Xo'p. Siz ham tayyorlanib turavering. Va, yomon qiziq bo'ladi-da bu. Bu vashshi qiziq bo'ladi hozir. Bering. Birinchisiga. Avtomatim aytganimdek, oxirgi korobka 2 millionga ketadi deb. Men-chi, hozir sizlarni-chi lol qoldirmoqchiman. Prям lol. Bu birinchi ko'rsatuvdan nechta chiqargan? 5 ta ko'rsatuv chiqargan bo'lsam, 5alasiga ham o'xshamaydigan ko'rsatuv bo'ldi. Men shu korobkani ochmoqchiman. Bu korobka nech pulga tushdi? 200 ming. 200 mingga. iPhone! Atiga 200 ming so'mga iPhone 17 Pro Max Zuhriddin o'zim ishlataman deganida. Rahmat aka. Sog' bo'ling, yaxshi kuningizga ishlating. Rahmat. Endi opamizning korobkasini ochmoqchiman. O'sha og'irligidan bildingiz. AirPods Max. Qarsa chop qo'yinglar, opamizga har holda harakat qildi. Endi bu yerdagi korobka ikkinchi ishtirokchimiznikida. Redmi 14 ishlashingiz mumkin. Qarsa chop qo'yasizlar. Tabriklayman. Endi sizniki. Eksklyuziv ketib qoldi boshida. Chunki meni podkastkamga ishonmanglar. Men Raisboyman, men sizlarni aldab qo'yishim mumkin. Rostdan ham sovg'a berishim mumkin. 3-chi ishtirokchimiz Soat. Vaqtga qarab yurasiz har doim. Tabriklayman. Mamnunmisizlar ko'rsatuvdan? Zuhriddin, конечно, mamnun. iPhone 17 Pro Max atiga 200 ming so'mga. Qalay ощущениyalar Zuhriddin? Azroq hayajonda. Nech pulga sotasiz? Olaman. Yo'q, ishlataman. Ishlatasizmi? Ishlataman o'zim. Taassurotlar qanaqa? Zo'r taassurotlar. Kunuz Sizni ishlar. podkastingizdan saligina sezib qolgandek bo'ldim. Lekin 3 ta odam sezmadi. Men postoyanno sizni X-showlaringizni kuzatib boraman. Hech narsa yo'q. Arzon narx degani iPhone chiqqani uchun men shu korobkaga ko'nglim urgandi. Tushundim. Rahmat, молодец. Ikkinchi ishtirokchimiz taassurotlar qanaqa? Taassurotlar vashti dahshat. Gap yo'q. Men hamma shovingizni kuzatdim-da. Bugun to'g'risini aytaman, o'zi bir hafta bo'ldi Xpire'dan anaqa qilganimni. Shahidlar rahmat kattakon. Har doim boshqa shoularda anaqa ta'rif bergan ekansiz-da. Hamma ta'rifni yodlab olgandim. Boshqa Bu safar neobычный ta'rif bo'ldi. Bu safar vashti boshqacha anaqa qildingiz-da, raqamlar anaqalar, lekin gap yo'q. Zo'r hammasi ishimiz. Yuzingiz qizarib ketganidan bildim, hayajondasiz, shuning uchun ko'p gapirtirmayman. 3-chi ishtirokchimiz. Siz xafaga o'xshayapsiz. Yo'q, nega? Siz dunyo yutib olgansiz mendan. U gapirish shart emas. Kecha ham Redmi yutdim. Ha, qarang, bugun soat va plus Redmi bilan ketasiz. Qalay taassurotlar X-showda? Taassurotlar zo'r. Emotsiya bormi? iPhone yutib olish niyatida, lekin o'xshamay qoldi. Albatta yana kutamiz. Konteyner showlarimizda ham sizlarda, aziz obunachilar, sizni taassurotingiz qanaqa? Dahshat. Bu o'zini puliga arziydi lekin. Albatta. O'zi bormi ishlatganmiz? Hozir bormi o'zingizda? Bor. Oqidan bor. demak Oqidan bor, ikkita bo'ldi. Demak buni sotib olsangiz yoki sovg'a qilib olsangiz ham bo'ladi. Rahmat ishtirok uchun aziz obunachilarim. Xush kelibsizlar Raisboyning X shouga va keyingi showlarimda ham sizlarni kutib qolaman. Va shu orada tomoshabinlar, agar siz ham X showimizga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, Raisboy sovg'a botimizga start bosing va shartlarimizni bajarib, siz ham tashrif buyurib, qimmatbaho sovg'alarimizni olib ketishingiz mumkin. Video rolik ostiga like bosib, do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat. X showimiz yakunlandi. Zo'r.